Pişti ё-моё. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rib turganingizdek biz yana Dominant kafesindamiz. O'tgan safargi videomizda bizlardan ko'pchilik manzilni so'rab komment yozgan ekan. Shu sababdan bugun manzilni tushuntirib o'tib ketamiz. Dominant kafesining manzili Navoiyda Toshko'chada joylashgan bo'lib, hozirgi turgan mana shu joyimiz, ya'ni Dominant kafesining joylashgan joyi oldingi Hamid Olimjon, ya'ni eski 11-maktabning mesisi bo'ladi. Va bugun yana bir yangilik, Dominant kafesining menyusuna yangi ovqat qo'shilgan. Ya'ni kasasomsa. Kasasomsa o'zi ta'mi qanday ko'rinishda bo'ladi? O'zi kasasi nerida? Degan savollaringizga video davomida javob topamiz. Qani unda boshladik. Videoning boshida aytib o'tilganidek, Dominant kafesining menyusuna toza qo'shilgan kasasomsani ko'rishlaringiz mumkin. Undan tashqari Dominant kafesida 3 tur somsa mavjud. Bular kasasomsa, tandir somsa va duxovka somsa. Narxlarini joyida sразу aytib o'tib ketaman. Duxovka somsamizning narxi 10 ming so'm, tandir somsamizning narxi 12 ming so'm va kasa somsaning narxi 18 ming so'm bo'ladi. Qanunda biz boshladik. Kasa somsani shunday tarelkaga olib, üstü kesiladi, keyin ichindagi go'sht yeyiladi. Hozir sizga instruksiyasini ko'rsatib o'tib ketaman. Üstünü ya'ni qopqog'ini kesib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Mana как будто qopqoq olinadi и ichini ko'rishingiz mumkin. Yana bir narsani tushuntirib o'tib ketaman. Kasa somsaning ustini ochib oldik, ko'rib turganingizdek va qarasangiz buning ustundagi xamiri bilan esdan qoshiq bilan olib ichini yesangiz bo'ladi. Qarasangiz yanında buxanka ili nonning o'zini ichine botirib shundan urib beraversangiz ham bo'ladi. Ajoyib ketadi. Ikki variantdan zo'r. Bismillah deb ichimda aytdim. 10 qo'l deb o'tiribman. Tushundingizmi?